teskari matritsa. Demak, birinchi 2 ga 2 matritsani qaraymiz. Teskarisini demak topamiz. Demak, A matritsa berilgan bo'lsa, mana 2 ga 2 demak, teskari matritsa mavjud bo'lishining demak sharti bu demak matritsaning determinanti 0 dan farqli bo'lishi kerak. Teng emas, 0 bo'lishi kerak. Shunda demak teskarisi berilgan matritsaning bir taqsim demak determinant A va ana shu mana diagonal demak o'zgaradi. 1/1, mana bu yerda demak minus 1/2 minus A2/1 paydo bo'ladi. Qo'yiladi. Mana misol. Demak, A matritsa berilgan 1 2 misol 3 4 bo'lsa, demak qiladigan ishimiz demak birinchi determinantini hisoblaymiz buni. Demak 1 2 3 4 hisoblasak 4 minus 6 minus 2 bo'ladi. Demak, berilgan matritsaning teskarisi 1 taqsim minus 2. Xo'p. Demak, bu yerda 4, bu yerda 1 minus 2 minus 3. Hop. Tak. Demak, bu yerda 1, bu yerda minus 2, bu yerda minus 3. Berilgan matritsaning teskarisi mana shunday topiladi.